Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərlə qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsizlik qıtınlar ekranımız olsun. Amerika əməldarı Şinjan emas Şərq Türkistan ibarəsini işletiş kerakligini ta'kidladi. Amerika parlament a'zolari va diniy erkinlik tashabbuschilari 20 noyabr parlamentda o'tkazilgan isbot anglash yig'inida Xitoyning diniy guruhlarga qarshi sistemalik e'tiqod urushi qo'zg'aganligini ta'kidladi. Yig'inda yana Amerika xalqaro diniy erkinlik masalasi sobiq alohida elchisi Sam Brownback hukumatning rasmiy hujjatlarida Sharq Turkiston iborasini ishlatish kerakligini ta'kidladi. Sam Brownback so'zida xuddi Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq davlatlar azaldan Rossiyaning zimini bo'lmaganidek, Sharq Turkiston va Tibetning azaldan Xitoyning zimini bo'lib boqmaganligini, Sharq Turkistonning Xitoyning yangi chegarasi emasligini, bu sababli hukumat hujjatlarida Şinjanning o'rniga Sharq Turkiston kalimasini ishiltish kerakligini, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jazo lageri majburiy emgak jinoyatlariga qarshi qonun loyihalarini o'tirg'a chiqarish kerakligini ta'kidladi. U yana Tibet masalasi haqida to'xtalib, Xitoyning Dalay Lama o'tirg'a qo'ygan oliy avtonomiya tashabbusini qabul qilishi kerakligi, agar qabul qilmagan taqdirda Amerikaning Tibetning mustaqilligini e'tirof qiladiganligini jakarlashi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Sam Brownback Xitoyning diniy bostirishlarini oddiy holda inson haqlari masalasi emas, balki bir davlat bexatarlik masalasi deb qarash kerakligini, Xitoyning Amerikaning aviamatkisi yoki yadro qurollaridan bakrak diniy erkinlikdan qo'rqadiganligini, bu kurashda diniy erkinlik Amerikaning eng kuchli quroli ekanligini ta'kidladi. Mazkur yig'inda Xitoyning turli jinoyatlari, xususan diniy bostirish siyosati kun tartibga keltirildi. Yig'inga Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi, parlamentning Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Dan Sullivan riyosatchilik qilgan bo'lib, u ijlis so'zida Xitoy rejimining barliq dillarni partiya davlat sistemasi ostiga ilishga urinayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy ishlari ijroiya komitetining o'rtaq raisi Chris Sims so'zida Xitoy Kommunistik partiyasining dunyodagi eng chong ateist bir davlatga rahbarlik qilayotganligini, fuqarolarning diniy e'tiqodini va diniy erkinligini cheklaydiganligini, chunki Xitoy Kompartiyasining o'z kontrolligida bo'lmagan har qanday diniy e'tiqoddan qattiq qo'rqadiganligini, bu sababli har bir fuqaroning qalbi, mingisi va ruhini kontrol qilishga urinib kelganligini, Uyg'urlar, Tibetlar, xristianlar, Falun Gong muritlarining bostirish nishoniga aylanganligini ta'kidladi. Yig'inda Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining ikki raisi Xitoy rejimining Xitoyda barliq dillarni to'liq kontrol qilish uchun sistemalik urushni tezlatayotganligi haqida ogohlantirish berdi. Yaponiya Tayvanga yaqin orolga boshqariladigan bomba o'rinlashtiradiganligini bildirdi. Yaponiya Xitoy munosabati keskinlashayotgan bir vaziyatda Yaponiya mudofaa vaziri Tayvanga yaqin bir oroldagi harbiy bazaga o'tir masofalik boshqariladigan bomba o'rinlashtirish planining o'z qarorida amaliylashidiganligini bildirdi. Yaqinda Yaponiya bosh vazirining Tayvanga aloqador bayonlari sababli Yaponiya Xitoy munosabati qattiq jiddiylashayotgan bo'lib, Xitoy Yaponiyaga qarshi orqama-orqa turli besim vositalarini qo'llandi. Ammo Yaponiya hukumatining maydonida o'zgartish alomatlari ko'rilmadi. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, Yaponiya mudofaa vaziri Shinjiro Koizumi 23 noyabr Tayvanga taxminan 110 kilometr keladigan Yunakuni orolidagi harbiy bazasini ziyorat qilganda, taratqularga bu orolga o'tir masofalik boshqariladigan bomba o'rinlashtirish planini qayta ta'kidlagan. Koizumi Yaponiyaning navbatda 2-dunyo urushi oxirlashgandan buyongi eng jiddiy, eng murakkab bexatarlik muhitiga duch kelganligini, barliq Yaponiya fuqarolarining tinch turmushini qo'g'dash uchun cho'qim o'zini qo'g'dash iqtidorini kuchaytirishi kerakligini bildirgan. Koizumi bu o'rinlashtirishning Yaponiyaning qurolli hujumga uchrash ehtimolligini to'vallatishga yordami bo'ladi. Buni rayonning vaziyatini jiddiylashtirib o'tadi deb qarash to'g'ri emas deganlarni qayd qilib o'tgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bugun bu haqdagi savolga javob berib,
Tayvanga qo'shni orolga hujum xarakterli qurol o'rinlashtirishning rayon vaziyatini qasdan jiddiylashtirib o'tish va harbiy tirkishishni qo'zg'alliq bo'ladiganligini Yaponiya bosh vazirining Tayvan haqidagi bayonlariga bog'laganda bu harakatning intayin xatarlik hisoblanadiganligini, Xitoyning hargizmi Yaponiya militarizmining qayta tirilishiga yo'l qo'ymaydiganligini da'vo qildi. Xitoy Yaponiya armiya sistemasining asliga kelishiga yo'l qo'ymaydiganligi haqida jar soldi. Xitoy Yaponiya armiya sistemasining qaytib kelishiga yo'l qo'yilmaydiganligini atalmish bir Xitoy prinsipi masalasidagi xalqaro o'rtaq tunishni qo'g'dash uchun barliq taraflar bilan birlikda xizmat qiladiganligini da'vo qildi. Xitoy tashviqot organi Xinhua agentligining xabariga asoslanganda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi shanba kuni Dushanbada Tojikiston tashqi ishlar ministri Sirojiddin Muhriddin bilan o'tkazgan tunji strategik dialog suhbati jarayonida Xitoy Yaponiyadagi o'ngchil kuchlarning tarix chaqini keyniga yondirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Tashqi kuchlarning Xitoyning Tayvan rayoniga aralashishiga va Yaponiya armiya sistemasining qaytib kelishiga ruxsat qilmaydi deb jar solgan. Bu bayonot Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining Xitoyning Tayvanga qilish ehtimolligi bo'lgan bir hujumining Yaponiyaning mavjudligiga tahdid soladigan bir ahvol shakllantiradiganligini va buning Yaponiyaning kollektiv qonunli qo'g'dinish huquqini ishlatishiga sabab bo'lalaydiganligini aytgandan keyin e'lon qilindi. Bu so'zlar Takaichining mushu oyning 5-ida Janubiy Koreyada Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbirida Xitoy raisi Shi Jinping bilan ko'rishgandan keyin aytilgan edi. Takaichining Tayvan haqidagi bayonlaridan keyin Xitoy o'ch ilish harakatlarini ko'paytirgan bo'lib, 100 minglagan Xitoy sayohatchining Yaponiyaga qiladigan sayohatlarini amaldan qoldirganligi xabar qilingan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.